Assalomu alaykum Sementalchi bola kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Akalar, bugun kunimiz 22 avgust, haftani seshanba kuni 2026-yil. Akalar, sizlarga bugun Dehqon akamizdan 3 bosh sementallarda ko'chatni zo'rlari originallarimizni ko'rsatamiz. Hoji buva, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Hoji, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Salom. Qalaysiz? Sementalchi bola guruhlari, ishqibozlari hammaga omadlaydi bersin. Hammaga maydonga semental mollar bag'ish nasib qilsin. Mollarni zo'r yetiltirib qo'ysiz, ko'zsimasin. Mashalloh. Endi boricha dehqonchi ishqibozmiz. Bo'g'yapmiz mana. Mana shu mollarni har kuni kelib erinmasdan qashlab, mana cho'miltirib, sal dog' bo'lib qolsa cho'miltirib berganlar. Mana molxonasi, ana shu molxonada kunduzi soyada salqinda yotadi. Qolgan payt mana abet mana ovda yuradi. Mana qarang, yuvosh mol. Yuvosh cho'g'u ham. Mana zotga sayraydiganlari. Tek. Endi odam ko'payganga jinda onda bo'ldi. Tek. Videoga. Tek. Ha, turishim qarang. Tek. Baliq bo'lib ketgan, baliq. Baqalarini qaranglar. Haqiqiy zotga ishlataman deganlarga juda deyal variant. Yoki op 1 tonna 200, 1 tonna qilaman deganlarga ana tonna bo'ladi-da, dumba savorga mana. O'zimiz mana shu boqqanmiz buni kichkinaligidan. Olganingiz qancha bo'ldi? Olganimga rosa 5 oydan o'tdi, 6 oycha bo'lib qoldi. Anchadan boqyapsiz ekanda. Kichik olganimda kichkinaydi. Kichkina mollar bo'lgan bular. Lekin ko'chatida qimmat narx olingan. Qimmat olingan haqiqatda. Bular ko'chat qimmatdan. Bular ham kishi olgan yo'q. 13, 14, 15 oylik borgan yo'q. 13, 14 oylik. Yosh ko'chatlarda kimga qizili, kimga olasi, kimga sarig'i. Hammaga cho'raydiganlardan. Buni olib bitta g'ovga qo'yib yuborsangiz, xonajimlarni bittada to'xtatadi-da bular. O'zimiz ham mollarga xuddi shunaqasini qo'shdik. Ha, kecha qo'shdikmi? Xuddi shunaqasidan qo'shdik. Lekin to'xtatgan yo'q. Chiqqanini uryapti. O'zimizda ham bor edi. Buni yeyish ichishlari ham zo'rda, hoji. Yeb ichishi zo'rmi? Ha, vaqti yeyish ichishi nima sog'lomligi mana. Yemasa bundan bo'lmaydi o'zi. Qarang turishini. Bezatgas umuman qaytarmaydi. Yemasa bu holatga kelmaydi baribir. Tek ishlatma. Dehqondan olgan yoshligida mana shu darajaga olib kelibdi. Bu darajaga olib kelish o'zi bas. Hamma gapiraveradi. Xohlagan gapini, lekin bu darajaga olib kelib shunchalik boqib shu darajaga olib qo'yish oson emas. Boqqa odam biladi. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qarayontoq degan qishlog'ida. Shu namunani yonida, Beshariq kiraverishida. Qaranglar, to'qonligini. Tuxum kallasidan. Jonivor, buni olib boqsangiz ham tonnali bo'ladi-da. Sog'liqlari ham yo'g'i 100%, buni xudo xolasa. Yaxshi hammasi. Sog'ligiga gap yo'q. Yetini qarang, baliq bo'lib onda bo'lib ketgan-u. Begonasirayapti meni. Ha, shu odam Etlari yumshoq ekan, cho'zg'inchoq. Tek. Xo'p, bularni endi zotga olaman, qiziqqaniga telefon qilsa, narxlarini yo'lida qilib berasizmi, xudo xolasa? Xudo xolasa yo'lda qilib beramiz. Endi ishqibozlarga, zotga olaman deganlarga, hoji ishqibozlarga kelaversin, telefon qilaversa, ko'rib, tanlab nima qilib beraveramiz? Yo'lida qilib beramiz, dehqon. Bundaqa olib sotarmiz. Mana baqqamiz, Alloh nasib qilsa, xudo xolasa rozi qilamiz. Olganga ham, sotganga ham barakasini beradigan qilib. Norozi qilmaganmiz, Xudoga shukr. Olib, yana kichinasini olib tashlab qo'yaman deyapti, hoji aka. Cho. Xudo xolasa yana
kichikroqdan ko'proq tashaladi. Keyingi yil yana xudo xolasa tayyor bo'lib turib qolganlari ham. Baqilaveradi. Cho'q jonivorlar. Shu yurgizingchi. Yursin. Qani yuringlar. Jonivorlar. Vaqtida bunaqalarni o'zimizdan qidirib topolmaganmiz zotga. Olti harflarga borib kelganmiz. Bahorda-da o'zimiz ham olganmiz zotga, sigirlarga topolmaganmiz. Qo'shgani ham nima sayrash ham yaxshi-da. Ha, Umuman men o'zim ko'rib turibman. Bir ish nima? Tez. ha, bu iliklar to'lyapti Ha, endi. tez. Ular hozir to'xunajinlarni ichiga qo'yib yuborsangiz, Hozir- to'xtatib bo'lmaydi. Tek. Bu har bittasi bu kamida 500 kilodan oshiq. Totganimiz yo'q uni lekin. Ha, 500 dan Ha. chiqadi, bemalol Ha, chiqadi. 500 plyus-da. kiloga boradi. Ha, 500 plyus bor. Yoki 600 endi ag'i bizga qorong'i, lekin Lekin 500 boq plyus. ishqibozlarga yuvosh nihoyatda. Endi odam hozir nima bo'lib turgani uchun jinday nima qilyapti. Ha, endi odam ko'payib begonasiryapti-da. Mana shu yerda keng joyda o'zlari yuradi-da. Hojaga kuniga mana shu yerda mana bitta cho'miltirgan ekan ertalab ham. Mana shu cho'miladigan joy ekan. Kelib turadi o'zlari, o'chirit bilan. Ochirt bilan. O'chirit bilan keladi. Ichkariga olib kirib, qashlab, sal issiqda ichkariga kirib olar ekan. Xo'p, buni narx-navolarni bir aytingchi qani. Uchovini bir joyga, masalan, kimdir bittada olib tashab qo'yaman deganlarga qanday-yu, dona-dona bo'lsa qanday? Endi hoji siz ko'rib turamiz, ishqibozlari ko'p. Ha, biz endi obunachilarimiz o'zimda Sevintalchi bola fermani biladi. Biz reklamaga chiqmaymiz, to'g'risi. Yaxshi mollik uchun begona vasligingizga keldik. Bo'ldi, rahmat. O'sha bitta joyga aytavering, qolganini dona bo'y bo'lsa, telefon qilsa, Sizni gruppamizdan chiqib telefon qilsa, kim bo'lsa ham o'tib beramiz. ha, Undan keyin narxlarini 50 milliondan qo'yyapmiz, to'g'risi. 50 milliondan, ha? Ha. Aha. Shu obunachi, sementalchi bola gruppasidanman desa bo'ldi. O'tib beramiz. O'tib beramiz. Akalar, narxlari 50 milliondan yana yo'liga o'tib beriladi. Dastlabkilar shu vodiy bo'ylab o'zimizga yetkazib berilaveradi. Qolgan joylarga bemalol telefon qilaversa, turishini qaranglar, qizilda. Jonivor. Mana bu ikkalasi ham tabiiy to'qoldan qaranglar. Tuxumbosh. Donovoyga telefon qilsa kelishilaveradi. Ha, dona bo'yiga kelishamiz. Undan keyin uchovini bir joyga olamiz desa, dastlabkasi Bir joyga olsa, ha. Ha. Bulardan ishi bittada bitib ketadi. Bitiramiz. Savdo qilishsa bitadigan ish. Biz hech kimni nolizor qilmaymiz, bitirib yuboramiz. Rahmida hojiboy ham hojilarga borib kelgan. Yolg'on polg'on yo'q bu yerda. Mana op, boqib, mana 4 ta tuyoqlarni ko'rishlar mumkin. Stakan tuyoq. Tuyoqlar ham tekis. Masalan, bitta joyda jinday bo'lsa ham aybi yo'q. Faqat olib boqish kerak. O'zlari boqayotgan joydan shu yerda kichkinaytiraman. Ozgina pul kerak bo'lsa pulini ishlatadi, qolganiga kichikroqni oladi-da. Chorva shu-da endi, hammaniki shu. Ha, shu endi o'zimizga ham shu-da. bir narsa qilamiz deb Ha? boqib, o'rniga to'y qilamiz deb, hali nima deydi? Birov to'y qiladi, birov mashina oladi, yana o'rniga qo'yadi. O'shaning uchun yaxshilikka ishlatamiz. Xudo xolasa, Alloh Chorvani nasib qilsa sababi ham inshaalloh. shu-da o'zi. Chorva, birov chorva qilaman degandan keyin biror boqib turib, shu ko'paytiraman deydi. O'zimiz mana mol sotib mashina olyapmiz. Ha. Mol sotib mol Endi boqib. hali nima deydi? Saxovat peshalar insonlarmiz. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, sementalchi boladan kim men gruppasidanman desa, o'tib beramiz. Bular hozir uchalasi Mollarda aybi yo'q. Yeyish, ichishiga hech nimasi yo'q. Bu alindaqa bu o'kil-po'kil qilib bilan kattaytirilgan yo'q bu. Undaqa Umuman qilinmagan, undaqa katta, yo'q. to'g'ri. O'zi haqiqiy yeb nimasi, yem bilan, senaj bilan mana shu holatga keltirdik. Bu haligi nima sun'iy bir nima qilingan joyi yo'q. o'zi mana qaranglar, atroflar dala. Men o'zi dalamiz, Dalaning fermermiz o'rtasida ana. joylashgan, yonlari senaj, suvlar serob. Senaj bilan yemni berayotgan mollar. Bular akalar 3 tasi 1,5 tonnadan oshib chiqadi. Bularni sababini qilib, ya'ni sababini qilasizlar, lekin sababini qilib boqsalaring, xudo xolasa, qishda bular kerak bo'lsa bittasi 1,5 tonnali ham bo'layotganlar bor-da. Ha, xudo xolasa. Uni boquvchilar biladi, biz bilmaymiz. Shunday boqiyotganlar bor-da lekin. Bor. Men buni kichkinaligida olganman. Kichkinaligida. Mana shu nimasida oldim, tez katta bo'lib ketdi. Ha, mana Tez katta bo'lib juda tez ketdi. katta bo'ldi yaxshi. Xorazmlik akalarim buni rosa boqadi. Ya o'zim ham sotganman Xorazmlik akalarga. Ha. Ikkita sotdim, kelib olib ketgan.
Ular tonnali qilamiz deyapti. Ularga mana qaranglar, rosa tushadi-da. Buni 1,5 tonnali ham qilsa bo'lar. Zotga olib ishqibozlari bo'lsa, nihoyatda zo'r bo'ladi. Zot olaman deganlarga. Uchovidan ham bemalol lubboy molda nima qiladi? Xunajinda. Korobkalarni qaranglar, yelkalari, korobkani qaranglar. Chizib qo'ygan, buni chizib. Cho'jonlar, yurib chiqaring. Telefon qilaverasizlar, nomerlarni ostiga qoldiramiz, mana bu yerga yozib qo'yamiz nomerlarni, bemalol telefon qilib Hoji bobo bilan mana qaranglar. Bemalol har kuni qarshiladiganlarni o'zlariga taniydi. Yuvosh mollar. Obor, buni molxonaga olib kirib qo'yib uchovini har kuni qashlab, yemni berib, kechib molxonaga kirsangiz, gashti boshqa doqni endi baribir. Buni tushungan tushunadi. Ishqiboz odam boqsa nima qilaveradi ekan, hoji? Ha. Nihoyatda. Shunchalik qo'yibsiz. Ishqibozga. Hammaga rahmat. Semintaj bola kanalini kuzatinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Laykni bosaveringlar. Hurmatli hoji akalar, hoji bobolar, hojonalar, ukalar, ishqibozlar telefon qilaversin. Va Molni kelishtirib, nima qilib joyida qilib beramiz. Hammaga shunaqangi mollar nasib qilsin. Faqat laykni bosinglar. Bizda yolg'on yo'q akalar. Bemalol kelib ko'raverasizlar. Tek. Mana akam dehqon akalar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Qolganini telefonda bitib ketaveradi. Bir joyga olsalaring, xudo xolasa yo'lida qilib, chiroyli qilib beradi.